Assalomu alaykum barchaga. Mana bu stadionni bitkizib tugatdik. 1.20 bu yog'iga shapkasi chiqdi. Balandligi 2 metr. Setkalari, tunikalari qotirildi. Chim bosish jarayoni ketyapti hozir. Chimni bosishyapti akalarimiz. Xullas, stadion tayyor. Setkalarni tortib qo'yilsa, yonlariga, tepasiga. Shu bilan bu stadionimiz bitadi. Xizmatlar O'zbekiston bo'yicha. Telefon qilinadi ekrandagi nomerlarga. Xudo xolasa chimlarni bosib, setkalarni tortib, chitillata setkalarni. Bitganda ham yana bir kelib video qilamiz, xudo xolasa.